Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Ravshanov. Sigir ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati Chust tumani Chust sigir bozorini, ena bola sigirlar, qisirlar, bo'g'ozlarning narxlarini yoritib beramiz. Akalar, birdan like bosib, kanalimizda mehmonlar obuna tugmachalarini bosishni unutmang. Like mutlaqo tegin. Mash sigirimizni bolasi g'onajin 15,5 million so'm baho qilishyapti ekan. Ayni damda 15,5 million so'm. Bozorga kirish boshladik biz. Mana bahosi bo'layotgan bu yerda. Necha pul berishyapti? Zo'r. Shved. O'zini video qilib olaylik. Hozir narxini so'raymiz. Bolasi buqacha. Necha pul beryaptilar? 26 million so'm. Bolasi buqa. 26 million so'm berishyapti ekan. Shoxi yo'q sigirdan ekan. Zo'r bozorlarni bersin. Necha pul deyapsiz buni? 27 million deyapmiz. Mana bolasi 23 million bahosi bo'lyapti. 27 million kami bor deb turishibdi ekan. Bolasi buqacha ekan. Bolasini o'zi yaxshi boqibdi. Qandaydir mana. Bolasini bo'yi ham o'ziga yetib qoldi. Bo'ylari 1.5 chiqib qoladi bolasiniki. Zo'r. Bozorlarni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka necha pul deyapsiz buni? 20 million. 20 million. O'zi-a? O bolasi bor. O'ni bolasimi? 20 million. Bolasi nima? Qo'nachi. Bolasi qo'nachi. Mana bolasini ko'rsatib qo'yamiz. 20 million so'm kami bor deyapti. Baho bo'ldimi? 16,5 bahosi bo'pti mana. Zo'r. Bozoringiz bersin. Ma'lumotlar ham sizdan emasmi? Navbatdagilarga o'tamiz. Navbatdagilar. Necha pul ekan bu kimda? Bilmadi, egasi otib ketdi o'sha yoqqa. Necha pul bo'ldi bilmadinglar? Yo'q, ammo narxi Zo'r sigir ekanda. Bolasi ham o'nachin ekan, lekin zo'r ekan. Navbatdagilarga o'tamiz akalar. Sigir bozoriga kirish boshladi. Necha pul bo'ldi? 21 million 100. Bolasi? Makiyon. Bolasi o'nachin. 21 million 100 ming so'mga barakasi bo'ldi mana. Ketyapti bozordan. Zo'r. Navbatdagilarga o'tamiz. Tog'a necha pul deyapsiz buni? Necha pul deyapsiz? Na qanchaga? Aşağıda bo'lyaptimi? Bo'ldi. So'raymiz hozir mana. Sigir. Zo'r. Bahosi necha pul bo'ldi buni? Qancha bo'ldi? 32 million so'm. Mana bolasi buqa 32 million so'm barakasi bo'ldi. Sigir o'zi ham katta ekan mana. Mana tomlar mana. Zo'r. Oqyalar nega? Zo'r. Navbatdagilarga o'tamiz. Mashina ham zo'r sigir ekan. Aka necha pul deyapsiz buni? So'rayapsizmi? 40 million so'm kami bor. Bolasi buqami? Voy, o'nachin ekan, omon. Buqa sifat ekan. 40 million so'm kami bor deyapti. Baho bo'ldimi aka? 33 million so'mga berishmabdi. Bahosi. Ravshanuz. 33 million so'm qilishyapti ekan mana. Sigir zo'r. Navbatdagilarga o'tamiz. Necha pul deyapsiz tog'a? 27 deyapmiz. 27 deyapsiz. Bahosi bo'ldimi? Qancha bo'lyapti? 23 so'rashyapti. 23 million so'm bahosi bo'lyapti. Bolasi? Bolasi buqa mana. 23 million so'm bahosi bo'lib turibdi ekan. O'rtacha holatdagi sigir. Zo'r. Bozoringiz bersa rahmat. Baraka bo'ldimi bu? Baraka bo'ldimi? Necha pul? 22,5. 22,5 million so'm deyishyapti ekan. Bahosi qancha bo'ldi? 22,5 million. Ha, 22,5 bahosi bo'ldi. Siz necha pul deyapsiz? 35 kam. 35 million so'm kami bor. Katta sigir ekanda. Bolasi o'nachin. Chiroyli o'nachin ekan bolasi ham. 22,5 million so'm bahosi bo'lib turibdi.
22,5 million so'm. Navbatdagilar o'tam. Bozoringizni bersa rahmat. 23 million baho bo'ldimi? Birinchi bolasi 23 million bahosi bo'lyapti ekan. Bolasi nima ekan? Onajin. Bolasi onajin. Omadlar zo'r. Bozorlaringiz bersin. Aka nech pul deyapsiz buni? Bolasi. Aka nech pul deyapsiz? 25. Bahosi bo'ldimi? Nech pul bo'ldi? Ha? Har xil bo'lyapti. Eng baland qancha bo'ldi? 20 23 million so'm bahosi bo'libdi mana. Zo'r. 23 million so'm bahosi bo'libdi, 25 million so'm kami bor deyishyapti ekan. Sigir yaxshi. Bozoringiz bersin. 23 million qilyapti. Aka nech pul deyapsiz? 35 million. Bolasi? Erkak. Bolasi nima ekan? Erkak. Erkak, bolasi buqa. 23 million so'm. Ya 35 million so'm deysiz. Yanida 23 deyishyapti, 35 million so'm deyishyapti ekan. Baho bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 26 million so'm baho bo'pti, berishmabdi. Bolasi buqa, bolasini ko'rsatib qo'yaylikchi mana. Boqsa bo'lar ekan. Bozoringiz bersa rahmat. Aka nech pul deyapsiz buni? Baraka bo'lyaptimi? Nech pul deyapsiz? 26 kam bor. 26 million so'm. Bolasi nima ekan? Bolasi buqa, 26 million so'm kami bor. Baho bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 23 kun. 23 million so'm bahosi bo'pti mana. Sigir. Zo'r, bozoringiz bersa rahmat. Aka nech pul deyapsiz buni? Yo'q, sigirda. 28 ga bermadik. 28 ga bermadik. Yo'q, 20 million 800. Ha, 20 million so'm 800. 20 million 800 ming so'mga berishmabdi. Bolasi nima ekan? Bolasi onajin. Zo'r. Bozoringizni bersa rahmat. Mana qo'rqasiz, qo'l uzatmayman o'zim. Nech pul deyapsiz? 30 million. 30 million so'm kami bor. Deyishyapti ekan mana. O'tirib olib tog'ay, dumini qimirlasa bekorga. Bolasi onajin. 30 million so'm kami bor. Xaridorlar o'rab turibdi. Zo'r. Siz gapingiz mana tushoq ekan. Bozorlangiz. Nech pul deyapsiz aka? 17 million. 17 million so'm kami bor. Bolasi nima ekan? Onajin. Bolasi onajin. 17 million so'm kami bor. Bahosi bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 15,5 million so'm bahosi bo'pti. Zo'r. Bozorlaringiz bersa rahmat. Navbatdagilarga o'tamiz. Akalar. Aka nech pul deyapsiz? 40 mi? 35 mi? 35 million kami bor deyishyapti. Nechpulga chiqdi? 29 ga chiqibdi. Bolasi buqa ekan. Bolasi buqa ekan. 29 ga chiqibdi. 35 million so'm kami bor deyishyapti. Sigir. O'zi turibdi bozorda. Hech kim ushlab ham turgan. Zo'r. Bozorlaringiz bersa rahmat. Navbatdagilarga o'tamiz. Nech pul bo'lyapti ekan? Bo'lmas. Buni nech pul deyapsiz? Buni 17 million 500 beryapti bozor. 17 million 500 ming so'm bozor beryapti ekan mana. Bolasi nima ekan? Bolasi o'g'och 17 million 500 ming so'm berishyapti. Zo'r. Bozorlaringiz bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Yarim 100 ming o'tib berasiz bo'lsa oyda bo'ladi. So'raman bo'ldi 22,5 pul berasan, qaqa boshlaysiz. Bo'lsa shu Qani ko'rsatib qo'yaylikchi. Mana shu baho bo'lyapti? 22,5 million so'm baho bo'lyapti ekan. Bolasi? Bolasi buqa ekan. 10 litr suti bor. 10 litr suti bor. 22,5 million so'm qizg'in bahosi bo'lib turibdi. 22,5 million so'm. Zo'r, bozorlarni bersin. Aka nech pul deyapsiz buni? 23 million. 23 million bahosi bo'ldimi? Nech pul? Qancha? 19,5 million so'm bahosi bo'ldi. Bolasi buqami? Bolasi onajin. Mana bolasini ham ko'rsatib qo'yaylik akalar.
19,5 million so'm bahosi bo'ldi. Rahmat, bozoringiz bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Ko'rishda davom etamiz. Tog'a nech pul deyapsiz buni? Men aytganim deyapti. Qancha deyapsiz? 35 deyapti. 35 deyapsiz. Qancha berishyapti? 28. Zo'r. 28. Necha oylik bu? 9 oylik. Nechinchi qorin? 3-qorin 9 oylik. Hurmatli aka-ukalar mana. 28 million bahosi bo'lyapti ekan. 35 so'rayapti ekanlar. Mana 9 oylik. Tez kunda tug'ar ekan, demak. Zo'r. Aka baraka bo'ldimi? Nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsizlar? 25 ga bo'lyapti. Bozor qancha qildi? 21. Necha oylik ekan bu? 7 oylik, 8 oylik bo'lsa. 7-8 oylik atrofida. Zo'r. 7-8 oylik. Quyosh bo'lyapti. Ha, 7-8 oylik ekan. Navbatdagilarga o'tamiz, navbatdagilar. Mana shu ko'rsatib qo'yaylik. Nech pul deyapsiz buni? 30 million so'm kami bor. Necha oylik? 8 oylik. 30 million so'm kami bor. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin. Bahosi bo'ldimi? 26,5 qilyapti. 26,5 million so'm bahosi bo'lyapti ekan. Sigir go'zal ekan o'zi ham. Zo'r. Bozoringizni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Mana shu yerda ham baho bo'lyapti-da. Nech pul berishyapti? Qancha beryapsiz? 19 million so'm. Nechinchi qorin, necha oylik? 8 oylik o'tdi mana. 3-qorin 8 oylik. Mana. Bahosi bo'lib turibdi. Navbatdagilarga o'tamiz. Nech pul bo'lyapti? 19 million so'm. 19 million so'm bozori bo'lib turibdi mana. Ayni damda qiziq. Zo'r. Aka nechinchi qorin, necha oylik? 1 hafta hayri bor. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin 1 hafta qoldi. Akalar mana 19 million so'mga so'rab turishibdi. Zo'r, bozoringiz bersin. Aka nech pul deyapsiz buni? Nech pul deyapsiz? 23 aytdim. 23. Bahosi qancha bo'ldi? 19,5. Nechinchisiga necha oylik? Biroz yaqin. Uchinchisiga 9 oylik. Yaqin, oz qoldi, xudo xolasa. 19,5 bahosi bo'pti. Mana. Hurmatli obunachilar, zo'r. Bozoringizni bersin. Aka nech pul deyapsiz buni? 19 million aytyapsiz. Baho qancha? 300 ming qilishdi. Ha, 19 million 300 ming so'm bahosi bo'ldi. Nechinchisiga necha oylik? Ikkinchisi. Ikkinchisiga yaqin, ha? Ikkinchisiga yaqin qolibdi mana. 19 million 300 ming so'm bahosi bo'ldi. Sigir zo'r akalar. Rahmat, bozoringizni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka nech pul deyapsiz buni? 20 deyapsiz. Kami bor. 17 qildi bozor. Bozor 17 qildi, zo'r. Nechinchisiga? 3 qorin. 3-qorin necha oylik? 7 oy. 3-qorin 7 oylik. Bunisi-chi? Bunisi 9 oylik. 9 oylik nech pul qildi? 18. 18 qildi. 18 million so'm. 9 oylik. Zo'r. Bozoringizni bersin. Baraka bo'lyaptimi aka? Ha, baraka. Nech pul bo'lyapti? 17 million, 17 million 200, 17 har xil. 17 ga to'xtab turibdi. 17 ga to'xtab turdi. Necha oylik bo'ldi? 8 oydan o'tgan. Birinchisi, ha? Buzi. Birinchisi. Chiyo buzak deyishyapti. 8 oydan o'tgan mana. Go'zal ekan o'zi ham. Oyoq qo'llari haqiqatda uzun. Oldim. Ha, oldim. Zo'r. Bozoringizni bersa rahmat. Navbatdagilarga o'tamiz. Navbatdagilar baraka bo'layotgan joylarda. Nech pul berishyapti? 13 million 800 ming. 13 million 800 ming. Necha oylik ekan aka? 8 oylik. 13 million 800 ming so'm bahosi bo'lib turibdi mana. 13 million 800 ming so'm. Zo'r. Navbatdagisiga o'tamiz. Aka nech pul deyapsiz bularni? 18 kam bor deyapti. Bunisini-chi? 16 kam. Bunisini 16, bunisini 18 kam. 8 oylikdan o'tgan. Bahosi qancha bo'ldi?
15,5 qilyapti. 15,5. Bunisi nargischi? 13,5. 13,5. Zo'r. Bozoringizni bersan. 13,5 man. Akalar. Zo'r. Aka nech pul deyapsiz bularni? 20 million, bunisi 25 million. 20 million, 25 million. 5 million savdo bo'ldi. Jupiga 35 million savdo bo'lyapti. Jupiga 35 million so'm savdosi bo'lyapti. Nechinchi qorin bular? Birinchi qorin, bunisi ikkinchi qorin. Bunisi birinchi qorin, bunisi ikkinchi qorin. Yaqin kelya o'zi? 1 oylik 20 kun atrofida. Bu 1 oylik, bunisi 20 kun atrofida. Xudo xolasa yaqin. Bozori bo'lib turibdi. Rahmat, bozoringizni bersin. Navbatdagilarga o'tamiz. Ravshanuz. Ravshanuz. Zo'r. Ha, bugun chiqadi. Navbatdagilarga o'tamiz. Baho bo'lyaptimi? Nech pul deyapsiz? 20 million so'm kami bor. Nechinchi qorin bu? 3-chi qorin necha oylik? 7 oydan o'tgan 8 oy atrofidagi 3-chi qorin 20 million so'm kami bor deyapti ekan. Bozoringizni bersa rahmat. Aka nech pul deyapsiz buni? 25 million so'm kami bor. Bozor qancha qildi? Har xil 20 million tepasi. 20 milliondan o'tdi savdosi. Nechinchisiga necha oylik? 3-siga tug'adi. 3-siga bir hafta qoldi, xudo xolasa. Akalar mana. Zo'r, bozoringizni bersa rahmat. Navbatdagilarga o'tamiz. Aka baho qilyapsizlarmi? Qancha? 13.2. Birinchisigami necha oylik? Ikkinchisiga 7 oylik. Ikkinchisiga 7 oylik 13 million 200 ming so'm bahosi bo'lib turibdi. Ayni damda qizg'in bahosi. Mana. Mana. Zo'r. Aka nech pul deyapsiz? 21 million. 21 million so'm kami bor. Birinchisiga necha oylik? 8 oydan o'tdi. 8 oydan o'tdi. Bahosi qancha bo'ldi? 18,5 bo'lgan. 18,5. 18 million 500 ming so'm akalar. Mana. Zo'r, 8 oydan o'tibdi o'zi. Mana. Yurishlarni, oyoqlarni. Bozoringizni bersa rahmat. Navbatdagilarga o'tamiz. Mo'qarang sigirdi. Nech pul beryapsiz? Qancha beryaptilar? 23 million 400 ming. Nechinchi qorin aka? 23 million 400 ming so'm berishyapti ekan mana akalar. 23 million 400 ming so'm. O'zi yaqin menimcha. Yaqin qopti. Zo'r. Bozorlarni bersin. Mana. Zo'r, bozorlarni bersin. Bu sizdanmi tog'a? Qancha bo'ldi? 25 million. 25 million 300 ming. 25 million 300 ming so'm. Zo'r. Akalar 25 million 300 ming so'm. Sigir bozori shu yerda yakunlaymiz. Hurmatli obunachilar, bir donadan like bosib, kanalimizda mehmonlar obuna tugmachalarini bosishni unutmang. Xudo xolasa hamma bozorlar narx-navolarni sizlar uchun yoritib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.